O'zbekistonda top 5 talikda turaman deb ayta olasiz. Ha, 5 talik kiram xudo xolisa. Bir marta keldi qog'oz. Bundoq keladi, tushiriladi. Bu yoqda o'ng tarafda qog'oz saqlanadi. Aralashib ketib qoladi. Bu yoqqa keldimi, mana bu bolalar taxlashadi. Taxlab turib, bu yoqda mana qo'yadi. Qo'ydimi? Bu yoqda endi mana bu apparatlari turibdi-yu. Keyin bu yoqdan kelsanglar, ko'rsataman. Kirdi. Birinchi etap. Ba'zi ikkinchi etap o'tyapti, lak etapi. Bu yoqdan kirdimi? Va aytganimdek, o'sha Xudoning mo'jizasi 5 ta rang bo'ladi. Cyan, magenta, yellow, 4 ta rang. Ya oxirida keyk bo'ladi. Xohlagan rangingizni qo'yasiz. Masalan, oxirida lak bo'ladi. Va keldi, kiradi. Bu yoqda suv, kraska aralashib chiqaveradi. Bu yoqda mana kelaveradi. Bu kley. Ha, bu lak bu. Mana lak uryapti, iz tushyapti, lak tushyapti. Mana bu yoqda mana yondirib qurityapti. Bu sushka. Bu tayyori. Bu lak bo'lib chiqsa, bu ham mana Bu tayyormi? ha, bu tayyor mana. O'zbekistonda 4 ta kompaniya qiladi. Sizlardan tashqari 3 kishi. Ha, biz shularga qo'shildi. Drip-off effekt bu farmatsevtikaga, premium upakovkalarga juda zo'r ish beradi, vid beradi. Topsam ko'rsataman sizlarga. O'sha uchun bu darobotga qilingan, qo'shilgan. Zo'r effekt. Ha? O'zbekistonda top 5 talikda turaman deb ayta olasiz. Ha, bu tema bo'yicha turamiz. Bera olamiz. 5 talik kiram xudo xolisa.